Akalar, assalomu alaykum. Akalar, Qirg'izistondan yuk yuklayotganinglarda Qirg'izistonni yuklasanglar, O'zbekistonni Namangan postga kelganinglarda yukinglar 1,5 tonna yoki 1 tonna oshiqcha ko'rsatyapti. Masalan, aka mana qirg'iz mashina birinchisi. Undan tashqari mana o'zbek mashina. Bitta, ikkita bular emas. Moyam bor mana. O'zimning mashinam bor. O yerda bir nechta o'zbek qirg'iz mashinalar turibdi. Hammasi tamojnidan kelgan 40 tonna bilan. Bu kelyapti 41 tonna. Yoki 41 tonna 800. Shunaqa ko'rsatyapti. Например, 1,5 tonna oshiqcha ko'rsatyapti. Bu yerda bitta mashina emas. Hammasi mana shu davlatdan, через Qirg'izistondan o'tgan, международный o'tgan hamma mashina shunaqa ushalyapti. Bunga kimdir chora ko'rib beradimi? Uni blogerlarga tashlash kerak, nima qilish kerak bilmayman. Akalar, yuklayapti, xullas ehtiyot bo'linglar. Mana qirg'iz mashinalar turibdi. Mana ham qirg'iz mashina.